Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taraman. Pensionerlarning pensiyasi to'xtatildi. Hukumat bayonot berdi. Endi kimning puli kelmaydi degan gaplar ko'payib ketdi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz yoki pensiya olayotgan yaqinimiz bor. Men bugun masalani vahimasiz, lekin juda aniq tushuntiraman. Pensiya nima sababdan to'xtashi mumkin? Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu tegishli emas? Pul to'xtab qolsa nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri harakat yoki bitta hujjatning vaqtida topshirilmasligi pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu kanalda pensionerlar, nafaqalar, kompensatsiyalar, ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli va tushunarli ma'lumotlarni berib boraman. Avvalo shuni aniq aytaman. Pensiya hammaniki birdaniga bekor qilinayotgani yo'q. Ko'p odamlar ijtimoiy tarmoqlarda endi pensionerlarga pul berilmaydi, hammaning pensiyasi kesiladi, hukumat pensiyani to'xtatdi degan gaplarni eshitib vahimaga tushyapti. Aslida masala boshqacha. Pensiya to'lovlari ayrim holatlarda vaqtincha to'xtatilishi yoki tekshiruvdan keyin qayta tiklanishi mumkin. Ya'ni bu ommaviy bekor qilish emas, balki ma'lumotlarni aniqlashtirish, hujjatlarni yangilash, yashash holatini tasdiqlash yoki qonunda ko'rsatilgan shartlar buzilganini tekshirish bilan bog'liq jarayon. Oldin qanday edi? Oldin pensionerning hujjatlari bir marta rasmiylashtirilardi. Bank kartasiga yoki pochta orqali pul kelardi. Ko'p hollarda odamlar yillar davomida pensiya jamg'armasiga bormasdan, ma'lumotlarni yangilamasdan pensiya olib yurishardi. Masalan, odam boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lishi mumkin, bank kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin, pasport yangilangan bo'lishi mumkin, lekin bu ma'lumotlar tizimda o'z vaqtida aks etmagan bo'ladi. Natijada davlat organlari uchun savol tug'iladi. Bu odam haqiqatdan ham shu manzilda yashayaptimi? Pensiya o'z egasiga yetib boryaptimi? Hujjatlari to'g'rimi? Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlar orqali solishtirilmoqda. Fuqarolik holati, migratsiya, bank ma'lumotlari, yashash manzili, nogironlik holati, ish staji, hatto ayrim hollarda vafot etgan shaxslar bo'yicha ma'lumotlar ham bazalarda tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi, noqonuniy to'lovlarning oldini oladi. Lekin oddiy odam uchun muammo shundaki, tizimdagi bitta xato ham pensiya kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, FII deb bitta harf noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha kiritilgan, pasport seriyasi yangilangan, bank kartasi bloklangan yoki yashash manzili o'zgargan. Ana shunda pensiya to'xtatildi degan holat yuzaga keladi. Men ekspert sifatida bu yerda eng muhim narsani aytaman. Agar pensiyangiz kelmay qolsa, birinchi xulosa, pensiyan bekor bo'ldi, bo'lmasligi kerak. Birinchi xulosa, qaysi ma'lumot yoki hujjat bo'yicha muammo chiqdi, bo'lishi kerak. Chunki ko'p hollarda pul butunlay yo'qolmaydi. Balki sabab bartaraf etilgandan keyin qayta hisoblanib o'tgan oylar uchun ham to'lab beriladi. Endi eng muhim savol, kimlar albatta tekshirish kerak? Birinchi navbatda pensiyasi bir oy kelmay qolgan yoki odatdagi sanasidan ancha kechgan odamlar. Masalan, har oy 7 sana yoki 10 sana atrofida kartaga pul tushardi. Lekin bu oy yig'im sana bo'ldi hamki pul yo'q. Bunday holatda halikalar deb kutib o'tirmaslik kerak. Bankdan tekshirish kerak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak, mahalla orqali ma'lumot olish kerak. Ikkinchi guruh, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Masalan, bu 1922 yilda tug'ilgan, eski pasporti bilan pensiya olayotgan edi. Yaqinda ID karta oldi. Bankda esa eski pasport ma'lumoti turibdi. Pensiya jamg'armasi bazasida boshqa raqam. Natijada to'lov avtomatik o'tmasligi mumkin. Bu holat juda ko'p uchraydi. Shuning uchun hujjat almashsa, faqat pasport stolida ish bitdi deb o'ylamaslik kerak. Bank, pensiya jamg'armasi kerak bo'lsa mahalla ham yangilangan hujjatdan xabardor bo'lishi kerak. Uchinchi guruh, boshqa tuman yoki viloyatga ko'chib o'tganlar. Masalan, otaxon Samarqandda pensiya rasmiylashtirgan, lekin hozir Toshkentda farzandinikida yashayapti. Ro'yxatdagi manzili boshqa, amaldagi yashash joyi boshqa. Pochta orqali oladigan bo'lsa, pochta eski manzilga boradi, odam topilmaydi. Kartaga oladigan bo'lsa ham tizim manzil bo'yicha tekshiruvda savol tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, doimiy yashash manzili o'zgargan bo'lsa, buni rasmiy tarzda yangilash zarur. 4-guruh, chet elga chiqqan pensionerlar. Bu juda nozik masala. Ayrim pensionerlar farzandlari yoniga Rossiyaga,
Qozog'istonga, Turkiyaga yoki boshqa davlatlarga ketadi. 3 oy, 6 oy, ba'zan 1 yil yuradi. Pensiya esa kartaga tushib turadi. Lekin qonunchilikdagi tartibga qarab, uzoq muddat chet elda bo'lish, yashash holatini tasdiqlamaslik, vakolatnoma masalasi yoki bank kartasidan boshqa odam foydalanishi kabi holatlar savol tug'dirishi mumkin. Agar pensioner chet elda bo'lsa, u o'z maqomini, tirikligini, hujjatlari haqiqiyligini, pensiyani olish huquqini belgilangan tartibda tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Men bu yerda alohida urg'u beraman. Chet elga chiqish pensiyadan mahrum bo'lish degani emas. Lekin tartibni bilmaslik pulning vaqtincha to'xtashiga olib kelishi mumkin. 5-guruh nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Agar nogironlik muddati vaqtinchalik belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga tibbiy ko'rikdan qayta o'tish muddati kelganda hujjat yangilanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Odamlar ko'pincha men nogironman-ku, nega yana hujjat so'raydi deb jahli chiqadi. Lekin agar hujjatda nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tizim avtomatik ravishda to'lovni davom ettirmasligi mumkin. Shu sababli tibbiy komissiya muddati, MSEK xulosasi yoki tegishli elektron ma'lumotlar doim nazoratda bo'lishi kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz har oy odatdagidek tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hech qanday qo'shimcha ogohlantirish kelmagan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir profilaktika sifatida ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish foydali. Ayniqsa keksalarimizning telefoniga SMS kelmaydi. Bank ilovasidan foydalanmaydi. Ba'zan karta muddati tugaganini ham bilmaydi. Farzandlar, nabiralar sizlardan iltimos. Uyda pensioner bo'lsa, uning kartasi, pasporti, yashash manzili va pensiya tushish sanasini tekshirib turing. Birinchi misol, Alın saxsi yoshli onaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Pul har oyning ilk sanasida kartaga tushardi. Bir oy tushmadi. Onaxon davlat pensiyani kesib tashlabdi deb qo'rqdi. Farzandi banka bordi. Ma'lum bo'ldiki, karta muddati tugagan, yangi karta ochilmagan. Pensiya jamg'armasi pulni yuborgan, lekin bank hisobiga o'tmagan. Muammo hal bo'ldi. Yangi karta ochildi, bank rekvizitlari yangilandi, keyingi oy pul tushdi. Bu yerda pensiya bekor qilinmagan. Texnik va bank muammosi bo'lgan. Ikkinchi misol, otaxon boshqa tumanga ko'chib ketgan. Eski manzil bo'yicha pochta xodimi 3 marta borgan, uyda hech kim yo'q. Pensiya pochta orqali berilardi. Bir necha oy olingan pul qaytarilgan. Keyin to'lov to'xtatilgan. Otaxon esa farzandinikida yashab, nega pul kelmayapti deb yuravergan. Sabab yashash manzili va to'lov usuli yangilanmagan. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga borib, yangi manzilni ko'rsatish, pensiyani bank kartasiga o'tkazish yoki yangi pochta bo'limi orqali olishni rasmiylashtirish kerak. Uchinchi misol, nogironlik nafaqasi olayotgan ayolning tibbiy xulosasi 2024 yil dekabr oyigacha amal qilgan. U menga hech kim aytmadi deb qayta ko'rikdan o'tmagan. Yanvar oyida nafaqa tushmagan. Sababi nogironlik muddati tugagan. Keyin u tibbiy ko'rikdan o'tadi. Nogironlik yana tasdiqlanadi. Agar hujjatlar o'z vaqtida topshirilsa, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham to'lov masalasi ko'rib chiqiladi. Lekin vaqtni cho'zish odamning o'ziga zarar. 4-misol, pensioner chet elda farzandlari bilan yashab turibdi. Pensiya kartasini esa O'zbekistondagi qarindoshi ishlatadi. Bu juda xavfli holat. Chunki karta egasidan boshqa odamning doimiy foydalanishi, vakolatnoma bo'lmasligi, pensionerning yashash holati tasdiqlanmasligi keyinchalik tekshiruvda katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Hatto ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi ham paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun hamma narsa qonuniy bo'lishi kerak. Vakolatnoma, bank tartibi, konsullik orqali tasdiq, zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga ariza. 5-misol, otaxon vafot etgan. Lekin oila a'zolari bir necha oy kartadan pul yechishda davom etgan. Bu eng og'ir va xavfli holatlardan biri. Chunki vafot etgan shaxs nomiga pensiya olish noqonuniy hisoblanadi. Keyin bazalar solishtirilganda bu aniqlanadi va ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zi hollarda huquqiy javobgarlik masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Shu sababli yaqin inson vafot etsa, tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berish kerak. Dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni rasmiy tartibda olish lozim. Lekin vafot etgan odamning pensiyasini yashirincha yechish mumkin emas. Endi juda muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtatilishi doim ham jazolash emas. Ba'zan bu himoya chorasi bo'ladi.
Masalan, tizim pensioner vafot etgan bo'lishi mumkin degan ma'lumotni ko'rsa yoki shaxsning hujjatlarida nomuvofiqlik chiqsa, to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Bu davlat pulini noqonuniy ketishdan himoya qiladi. Lekin shu bilan birga haqiqiy pensioner aziyat chekmasligi uchun tezkor tekshiruv va qayta tiklash mexanizmi bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasi ishlamay qolishi pensiya to'xtadi degani emas. Ko'pincha odamlar kartaga pul tushmasa, darrov pensiya jamg'armasini ayblaydi. Aslida muammo bankda bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan, hisob bloklangan, PIN kod noto'g'ri kiritilgan, karta yo'qolgan, bank tizimida texnik uzilish bo'lgan. Shuning uchun birinchi tekshiruv bankdan hisobvaraq harakatini olish. Agar pensiya jamg'armasi pul yuborgan bo'lsa, bank bilan hal qilinadi. Agar yuborilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bilan hal qilinadi. Uchinchi nozik jihat, telefon raqami o'zgarsa ham muammo chiqishi mumkin. Hozir SMS xabarnomalar, bank tasdiqlari, ayrim elektron xizmatlar telefon raqamiga bog'langan. Pensionerning eski raqami ishlamay qolsa, farzandi boshqa raqam ishlatsa, bank ilovasiga kira olmasa, odam pul tushgan-tushmaganini bilmaydi. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin xabar kelmagani uchun pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun telefon raqamini bankda yangilash ham muhim. 4-chi nozik jihat. Pensiya miqdori kamayishi bilan pensiya to'xtatilishini aralashtirmaslik kerak. Masalan, ba'zi hollarda ilgari qo'shimcha ustama berilgan bo'lishi mumkin. Keyin huquqiy asos tugagan bo'lishi mumkin. Yoki ish faoliyati, nafaqa turi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oila tarkibi o'zgargan bo'lishi mumkin. Natijada summa o'zgaradi. Bu to'liq to'xtatish emas. Qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Agar siz 1 million 500 ming olgan bo'lsangiz, keyin 1 million 200 ming tushsa, darhol sababini yozma ravishda so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. 5-chi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Bu odamlar bilishi shart bo'lgan masala. Agar kimdir hujjatdagi o'zgarishni yashirsa, vafot etgan shaxs nomidan pul olsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa-yu, noto'g'ri ma'lumot sabab pul tushishda davom etsa, keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan summa hisoblanadi. Davlat bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun tushib turibdimi, olaveramiz degan yondashuv juda xavfli. Har bir to'lovning qonuniy asosi bo'lishi kerak. 6-chi nozik jihat, ariza topshirmasdan turib muammo o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Ko'pchilik mahalla biladi, pochta biladi, bank biladi deb yuradi. Lekin rasmiy jarayonda ariza, hujjat ro'yxatga olish raqam muhim. Agar siz og'zaki aytsangiz, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men doim aytaman, pensiya masalasida har bir murojaatni yozma qiling yoki elektron tarzda ro'yxatdan o'tkazing. Sizda murojaat raqami bo'lsin. Shunda javob talab qilish oson bo'ladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Agar pensiya odatdagi sanada kelmasa, birinchi qadam bank kartangizni tekshiring. Bankomat, bank mobil ilovasi yoki bank filialidan hisob holatini biling. Karta muddati tugamaganmi, hisob bloklanmaganmi, pul tushib keyin yechib olinmaganmi, shularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil yoki yaqin qarindosh yordam bersin, lekin bank siriga doir tartiblarga rioya qilinsin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha hujjatlar, telefon raqami, agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy xulosa yoki tegishli ma'lumotlarni olib boring. U yerda aniq savol bering. Mening pensiya to'lovim nima sababdan amalga oshmadi? To'xtatilgan bo'lsa, qaysi asosga ko'ra to'xtatilgan? Qayta tiklash uchun qaysi hujjat kerak? Javobni imkon qadar yozma shaklda oling. 3-chi qadam, agar manzil o'zgargan bo'lsa, darhol yangilang. Doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat, amalda yashash joyi masalasi chalkash bo'lsa, mahalla migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi pensiya jamg'armasi bilan moslashtiring. Ayniqsa pochta orqali pensiya oladiganlar uchun manzil juda muhim. Men imkon bo'lsa pensiyani bank kartasiga o'tkazishni tavsiya qilaman. Chunki karta orqali nazorat qilish osonroq, lekin karta ham yangilanib turishi kerak. 4-chi qadam, agar pensioner chet elda bo'lsa, konsullik yoki vakolatli organlar orqali qanday tasdiq kerakligini aniqlang. Chet eldan turib ham ko'p masalalarni hal qilish mumkin, lekin buning uchun rasmiy vakolatnoma, shaxsni tasdiqlash, ba'zan tiriklik guvohnomasi yoki shunga o'xshash hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu masalada qarindoshim kartadan yechib turadi deb xotirjam bo'lmang. Hamma narsa qonuniy bo'lsa, keyin hech kim sizga da'vo qilmaydi.
Beshinchi qadam nogironlik yoki maxsus nafaqa bo'yicha bo'lsa, muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Masalan, tibbiy ko'rik muddati 2026 yil umurmayda tugasa, siz umurmayni kutmang. Bir oy oldin harakatni boshlang. Shifokor, poliklinika, komissiya, hujjatlar, elektron tizim bularning hammasi vaqt oladi. Muddat tugab bo'lgandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tayyorlangan yaxshi. 6-qadam. Yozma ariza namunasi qanday bo'lishi kerak? Juda murakkab yozish shart emas. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning FISH, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammo sanasini yozing. Masalan, men falonchi, yoshga doir pensiya olaman. 2026 yil yanvar oyi uchun pensiya to'lovim bank kartamga kelmadi. To'lov amalga oshmaganining sababini tushuntirib berishingizni. Agar to'lov to'xtatilgan bo'lsa, huquqiy asosini ko'rsatishingizni va qayta tiklash tartibini ma'lum qilishingizni so'rayman. Oxirida sana va imzo qo'yiladi. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni olib qo'ying. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'lim muammoni hal qilmasa, viloyat boshqarmasi, mas'ul vazirlik yoki rasmiy murojaat portallari orqali yozing. Lekin shikoyatda hissiyot emas. Fakt bo'lsin. Qachon murojaat qildingiz? Kim qabul qildi? Qanday javob berdi? Qaysi oylar uchun to'lov kelmadi? Qanday hujjatlar topshirildi? Faktlar qancha aniq bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. 8-qadam. Ortiqcha pul yechilgan bo'lsa yoki karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankni xabardor qiling. Pensionerlarning kartasidan firibgarlar ham foydalanishi mumkin. Telefon qilib kodingizni ayting. Pensiyangizni oshirib beramiz. Kartangiz bloklanadi deganlarga ishonmang. Hech qachon SMS kod, karta raqami, PIN kod, bank ilovasi, parolini begona odamga bermang. Pensiya mavzusidagi vahima firibgarlar uchun qulay imkoniyat bo'lib qoladi. Ular aynan keksalarni qo'rqitib pulni olib qo'yishi mumkin. Hukumat bayonoti degan gapni eshitganda men sizga doim rasmiy manbani tekshirishni maslahat beraman. Telegramdagi noma'lum kanal, montaj qilingan video, eski xabarni yangi qilib tarqatish, bir viloyatdagi holatni butun respublikaga tegishli qilib ko'rsatish, bular juda ko'p uchraydi. Rasmiy bayonot bo'lsa, unda aniq tashkilot nomi, sana, huquqiy asos, kimlarga tegishli ekani, qanday tartibda amalga oshirilishi yozilgan bo'ladi. Agar xabarda faqat hammaning pensiyasi to'xtaydi degan vahimali jumla bo'lsa, lekin qonun raqami, qaror, rasmiy izoh bo'lmasa, bunday xabarga ishonmang. Men masalaga shunday qarayman. Davlat organlari ham odamlarni chalkashtirmasdan sodda tilda tushuntirishi kerak. Pensiyoner yuridik tilni bilmasligi mumkin. Unga to'lov suspend qilindi. Identifikatsiya jarayoni, ma'lumotlar verifikatsiyasi desangiz tushunmaydi. Oddiy qilib aytish kerak. Hujjatingiz yangilanmagan, kartangiz muddati tugagan, manzilingiz tasdiqlanishi kerak. Nogironlik xulosangiz muddati tugagan. Shunda odam nima qilishni biladi. Lekin tomoshabin sifatida siz ham o'z tomoningizdan mas'ul bo'lishingiz kerak. Hujjatlarni vaqtida yangilang. Rasmiy idoraga murojaat qiling. Mish-mish bilan yuravermang. Agar pensiya bir oy kelmasa, keyin sabab hal bo'lsa, o'sha oy pul beriladimi? Ko'p hollarda agar sizning huquqingiz saqlangan bo'lsa va to'lov texnik yoki hujjat sababli ushlanib qolgan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun kechikkan oyning pulini ham arizada alohida so'rash kerak. Pensioner ishlasa, pensiyasi to'xtaydimi? Yoshga doir pensiya bo'yicha ishlash masalasi tartibga bog'liq. Lekin oddiy qilib aytganda, ishlashning o'zi har doim pensiya to'liq to'xtaydi degani emas. Biroq ayrim nafaqa turlari, imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlarda ish faoliyati ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning pensiya turini aniq biling. Pensioner vafot etsa, oilasi nima qilish kerak? Eng avvalo vafot holati rasmiy qayd etiladi. Keyin dafn puli yoki qonunda belgilangan boshqa to'lovlar bo'yicha murojaat qilinadi. Vafot etgan shaxs nomidan pensiya yechishni davom ettirish mumkin emas. Bu keyin katta muammo bo'ladi. Pensiya kamaygan bo'lsa nima qilish kerak? Darhol hisob-kitobni so'rang. Nega kamaydi degan savolga og'zaki javob yetarli emas. Qaysi ustama olib tashlandi, qaysi davr qayta hisoblandi, qaysi qonun asos bo'ldi? Buni bilishga haqlisiz. Farzand ota-onasining pensiyasini olib bera oladimi? Agar ota-ona o'zi bora olmasa, qonuniy vakolatnoma yoki bank tartiblari asosida yordam berish mumkin. Lekin shunchaki kartani olib yurish xavfsiz emas. Ayniqsa pensiyalarning roziligi bo'lmasa yoki u holatdan bexabar bo'lsa, bu muammo tug'diradi.
Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, pensionerlarning pensiyasi ommaviy ravishda bekor qilinayotgani yo'q. Lekin ayrim holatlarda hujjat, bank, manzil, nogironlik muddati, chet elda bo'lish, vafot holati yoki ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik sabab to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Eng to'g'ri yo'l vahima qilmaslik, lekin befarq ham bo'lmaslik. Pensiya kelmasa, bankni tekshiring, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling, hujjatlarni yangilang, sababni aniq biling va o'z huquqingizni talab qiling. Men sizlardan iltimos qilaman, uyda pensioner bo'lsa, bugunoq uning kartasi muddati, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili va pensiya tushish holatini tekshirib qo'ying. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin ko'p muammolarning oldini oladi. Sizning oilangizda pensiya kechikkan yoki to'xtab qolgan holat bo'lganmi? Sababi nima bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa keksalarimiz uchun juda kerak.